أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Shafiqul Balxi'dan shunday hikoya qilindiki, u o'zining tavbasining boshlanishini hikoya qilib shuni so'zlab berdi. Mening tavbamning boshlanishiga bir g'ulam noiti bir qahatchilik bo'lgan insonlar noiti ig'ir kunda qolgan bir yili bir g'ulamning so'zi menga mening tavba qilishimga sababchi bo'lgan deb o'zini hikoya qilib shuni so'zlab berdi Shafiqul Balxi. Shu qahatchilik yilida bir g'ulam noiti xo'shal xo'ram sakrab o'ynab shunday yurgan birisini ko'rdim deydi. Kishilar shunchalik qayg'u alamdan ichidagi vaqt men dedimki, ya subhanalloh, bu sen nimishqi bu xo'shallik, bu sakrab o'ynab bu hech bir parvosizlik nima uchun buni qilasan? Hayo qilmamsan sen. Insonlar mush shaklda tursa bu hayo qilmay bu yerda o'zingni xiyoli shunday parvosiz holatda xo'shal xo'ram yurasan bu nimish bu deb shunday dedim deydi. Desam javob berdiki, la yahiqqu li an ahzan wa li sayyidi qaryatun mamluka ila axirih. Ya mening g'amkin bo'lib, g'am qayg'u qilishim menga loyiq emas. G'am qilishga haqliq emasman. Mening shunday bir xo'jayinim bor, bir qul hamda bu. Davatgan bu so'zni davatgan bir qul. Mening xo'jayinimning shunday bir o'z qo'l ostida bir yezi bor xo'jayinimning qo'lida. Uningda butkul men ehtiyojlarning hammasi shu yerda bor. Men nima ish qilg'am qilg'idakman men? Nimadan g'amkin bo'lg'idakman men? Hamma narsam botsa deb shuna dedi. Degandiki Shafiqul Balxi bu yerda men qalbimda ko'nglimda shuni dedim dedi. Ya subhanallah, inna hazal abda la makhluqun. Inna hazal abda li makhluqin wa la yastawhishu li anna li sayyidihi qarya mamluka. Ya ma qul o'ziga o'xshash bir maxluq qul bo'lgan bir qul, bir maxluqning, bir insonning quli turib, insonning quli turib, xo'jayinining bir qo'l ostida bir yezining bor ekanligi, o'zi ehtiyojlik bor narsaning hamma narsa bor ekanligini so'zlab, men qandoqmi g'amkin bo'lay? Men qandoqmi ko'nglimni yerim qilay? Mening hamma narsam shu yerda tursa deb shunchalik xushal xo'ram holatda turdi. Fa kayfa yasihhu li an astawhisha va mening sayyidim bo'lsa, olamlarning Robbi bo'lgan Alloh tursa, men qandoqmi men g'amkin bo'lib o'zim tushkunlashayman. Mening Robbim Malikul Mulk, podshohlarning podshohi bo'lgan Allohim tursa, men qandoqsiga bu holatda yashay deb men shuning bilan o'zim darhol o'zim diqqat qilib bu yerda tavba qildim deydi Alloh subhanahu taolo. Ya'ni ashu g'ulam, ashu qul g'ulam uningga tavba haqi, uning tavbasiga bir dars berganda shu so'zi orqali. Shuning uchun ba'zi olimlar deydiki, dabbir avla tudabbir fallohu huval mudabbir. Tadbir qilg'in yoki qilmag'in Alloh subhanahu va taolo u tadbir qiluvchidir. Tuvandagi bayt haqiqatan go'zal aytilgan bayt. Alloh rahmat qilsin deguchiga, kun an humumika mu'ridan wa kullul umuri ila al-qada wa abshir bi khayrin ajil tansa bihi ma qad mada. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا. الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. Nayet güzel şiir kardeşler. Sen barlık gam kaygılarından deydi. Gam kaygı endişelerinden yüz örgüçü boğun deydi. Bularını ittirip etkin özünden. Bular sana yıkın kemmesin. Bütkül işlerinin hemmesi Allah'ın takdiri bilen buldu. Sen bununla iman etip yaşa. Bu gam kaygı endiş kıp yaşama bunu. Hemmesi Allah'ın kazası takdiri bilen buldu. Ve sana kevatkan, sen kayıs bir yaxşılık küçük olsun, can olsun bir yaxşılık bilen üzerine hoşallık kılıp yaşayan. Hoşallık bilen, bunu hoşallık süptede kubul kılıp yaşayan, ötüp ketken derslerini unutuysan bunun bilen. Açık olsun mu, ötken bu küllerini unutuysan dedi.
balki seni g'azablantirgan, seni echindirgan, sana yaxshi ko'rinmagan bir ish, balki buning oqibatida Allohning rizoligi bo'lishi mumkin. Bu shaklda yashagan. Bu iymon bilan yashagan. Sen norozi bo'lishing mumkin, ammo buning oqibatida Alloh sendan rozi bo'lishi mumkin. Sen bunga rozi bo'lib yashagan dedi. İşler naiti tarayıp qiyinchilik bo'lib ketgan vaqtda balki uning kendidan naiti cho'ng bir echib etilishi mumkin. Alloh sana echib etishi mumkin. Naiti qiyin bir ahvolda qolsangmi, uningdan hargiz umidsizlanmasdan Alloh subhanahu taolaning har bir qiyinchilikning kendidan bir osonlikning bo'lganligiga iymon etib yashagan. Alloh xolig'ini qiladi. Hargiz uningga e'tiroz bildiruvchi bo'lib qolmadi. Allohu yaf'alu ma yasha, fala takun mu'tarida. Allah xalig'ini qiladi. Hargiz uning Allohning qilganiga e'tiroz bildiruvchi bo'lib qolma. Alloh seni go'zallikka ko'ndirib qo'yuqliq. O'ylab boqqina inson. Alloh seni go'zallikka ko'ndirib qo'yuqliq. Faqis ala ma qadamada. O'tgan kunlaringga qiyos qilgan hozirgi holatingni. Har birimiz mana shuni o'ylab boqaylik. Shaxsan men qiyos qildim qarindoshlar. İlgili qandaqdiq buningdan 5 yil, 10 yil burun hayotimizni o'ylab boqaylik. Har birimiz bugungi kunimizdagi hayotimiz bilan hozir yashayotgan, mayli qaysi saviyada yashayotaylik, buningdan 10 yil burungi hayotimizni o'ylab boqaylik. Mayli saviya jihatda bo'lsin, mayli mol dunyo jihatda bo'lsin, mayli ilm jihatda bo'lsin. Qiyos qilib boqaylik ikkisini. Alloh bizni go'zallikni ko'ndirib qo'yganligi uchun yana to'ymayapmiz-da. Aning qiyos qilsak, bugungi holatimizning o'tgan kunimizdan nechasi ortiq ekanligini his qila olamiz qarindoshlar. Bu şekilde Rabbimizge texinbek rahmet etalaymiz. Şunun için bu Allah subhanahu ve ta'alaga el-melik, Allah'ın el-melik işkelliği iman etişinin edeplerden birisi şu ki, bende kandak buluşu gerek, özünün kulu yani Allah'ın, bende şunda itikatlı buluşu gerek ki, Allah'ın kuldaki nerse, Allah'ın dergahideki nerse, onun kuludaki nersinden bekerek işençilik buluşu gerek bende. Bu Melik Rabbiga iman etgan mu'minning adabları shundoq bir adablik bo'lishi kerakki, u o'zining quldagi narsaga hargiz ishinib qolmasligi kerak. Robbining dargohidagi, Robbining quldagi narsa o'zining qulda hozir sanab o'ltagan narsadan bekerak ishonchlik bo'lishi kerak. Shuning uchun iza aradta an takuna aghnan nas fakun bima fi yadayillahi awsaqu minka mimma fi yadayk. Agar desa insonlarning ichidagi eng boy kishidan bo'lmoqchi bo'lsang, sen shundoq bo'lgunki, sening Allohning quldagi narsa, sening qulang sana nisbatan sening qulangdagi narsadan bekerak sana ishonchlik bo'lsin deydi. Ana shu vaqt sen haqiqiy boylardan bo'la olasan. Iza aradta an takuna aqwan nas, insonlarning ichidagi eng kuchli kishidan bo'lmoqchi bo'lsang, fatawakkal alalloh, Allohga tavakkul qilgan. Agarda insonlarning ichidagi eng karamli kishidan bo'lmoqchi bo'lsang, manzili jihatda Allohning dargohidagi eng hurmatli kishidan bo'lmoqchi bo'lsang, fattaqillah, Allohdan qo'rqin. Mana bu ta'limotlarni hayotimizga o'zlashtirishimiz kerak qardoshlar. كسبت ذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى